Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Colby Covington aytishicha, Islom Makhachev va Ilia Topuria UFC'da bitta janglari uchun bemalol 5-10 million dollar atrofida gonorar olishini aytdi. Makhachev va Topuria shunchalik ko'p pul olishadiki, ular hech qachon UFC'ga qarshi chiqishmaydi. Ularga juda yaxshi to'lashadi. Ular har bir jang uchun 5-10 million dollar ishlab topishadi. Bu deyarli boksdagi gonorarlarga yaqin do'stlar. deya aytib o'tdi Colby Covington do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham Islom Makhachev va Ilia Topuriadagi jangchilar 5-10 million dollar atrofida pul oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Endi esa braziliyalik Jan Silva o'z ijtimoiy tarmoqlarida shu hafta Alex Volkanovskiga qarshi kamar uchun jang shartnomasini imzolashini aytdi. Biz Hunter va Dana taklifi bilan bu safarga chiqyapmiz. Mafsur Evloyev va Lauren Murphy o'rtasidagi jangni yaqindan tomosha qilish, shuningdek kamar uchun jang shartnomasini imzolash uchun. Shartnoma imzolangach, bu tarixdagi eng katta reklama kampaniyasiga aylanadi. Chunki men bu qarama-qarshilikni maksimal darajada qiziqtiraman. Shundan keyin bu zerikarli jangdan Evloyev Murphy so'ng oktagonga chiqaman va ikkalasini ham ishdan bo'shataman. Mazasini qochiraman, deya aytib o'tdi Jan Silva do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Jan Silva Alex Volkanovski bilan jang qilsa, kamarni qo'lga kirita oladimi yoki yo'q? Keyingi xabar esa Dustin Poirier nima uchun Jon Jons va Habib Nurmagomedovdan hayratga ekanini aytib berdi. Meni Jon Jons va Habib kabi jangchilardagi eng ko'p hayratga soladigan narsa, ular sportning eng yuqori cho'qqisiga chiqib, u yerda juda uzoq vaqt qolishga muvaffaq bo'lishgan. Juda ko'p noma'lum omillar bor. Juda ko'p yo'qolish yoki qandaydir tuzoqqa tushib qolish ehtimoli bor. Lekin ular baribir bunga dosh berishdi va imkoniyatga erishdi. Tarixda qolishdi. Buyuk jangchi nomini qo'lga kiritishdi, deya aytib o'tdi Dustin Poirier do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu jangchilar orasiga, buyuk jangchilar orasiga Dustin Poirier va Justin Gaethje ham kiradi deb o'ylayman do'stlar. Bular tarixdagi jangchilar, monster jangchilar va gangster jangchilar do'stlar. Siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Siz qaysi bir jangchini eng zo'r jangchi deb aytib o'tasiz? Sean Brady Makhachev va Gary ehtimoliy jangi haqida gapirib o'tdi. Bilaman, odamlar meni Langa yoqtirmaydigan hater deb aytishadi, lekin mening fikrimcha Islom uni parterga o'tkazadi. O'ylaymanki, Islom katta ehtimol bilan uni bo'g'ib qo'yadi. Qaranglar, Lan Shavkat bilan jangda qanday holatga tushdi. Michael Page bilan ham qandaydir g'alati kurash vaziyatiga tushib qolganini ko'ringlar. Odamlar uni parterda ushlay olishadi. Agar Islomdek jangchi unga yetib borsa, menimcha aynan shunday bo'ladi. Bu ular uchun juda uzoq va og'ir kecha bo'ladi, deya aytib o'tdi Sean Brady do'stlar. Siz ham do'stlar o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Islom Makhachev va Langari jangi kim g'alaba qozonadi? Kimning imkoniyati balandroq? O'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring.